Tanishing, bu Barno Tuganova. U umrining asosiy qismini bilim berishga, tarbiyaga, kelajakka sarmoya bo'lgan ta'lim sohasiga bag'ishlagan. Shu bois ham serdaromad biznes yo'nalishlarini poytaxt yoki Samarqandning markazini tanlamagan. Aksincha, chekka bir tuman, Payariqdagi iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularni rivojlantirishga bel bog'lagan. Hozirda uning 4 ta xususiy bog'chasi hamda bitta boshlang'ich maktabi faoliyat yuritmoqda. 29 yil больницада военный inspektor metodist bo'lib ishladim. 91-yil bu yerga kelin bo'lib keldim. Asli o'zi Toshkentda Toshmida ishlardim u vaqtda, ham biznes qilardim. Shu 35 yil bo'libdi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelyapman. Do'konlarim bor edi, ishlab chiqarish sexim bor, hozirgacha ham tikuvchilik bilan shug'ullandim. Non ishlab chiqarish sex ochdim, tikuvchilik sexini ochdim, hammasi faoliyat ko'rsatyapti bugungi kunda. Pulga qiziqmay qoldim. Nimaga? Men bolalarni juda yaxshi ko'raman. Har xil ashulalar aytamiz, har xil yangi tadbirlar o'tkazamiz-ku. Bulardan men dam olaman. Bulardan men o'zimga motivatsiya olaman. Keyin har bitta bolani bitta menga she'r aytib bergani ham ruhim ko'taradi, kayfiyatim ko'taradi. Shu uchun bolajonlarga juda mehr berdimda, yo'q dedim. Endi men o'zim Payariqqa kelin bo'lganimdan keyin Payariqni tashlab keta olmadim. Menga bo'ldi takliflar. Samarqand shahardan, Toshkentdan oching bog'chalar, maktablar, bolalaringiz shunaqa yaxshi bo'lyapti, kadrlaringiz zo'r ekan, ta'lim sifati zo'r ekan deganda yo'q dedim. Aynan Payariq tumanidan hammasidan meni bolalarim juda aqlli, juda zukko, bilimdon. U bolalardan men tark eta olmadim. Barno opa tijorat bankidan kredit olish vaqtida garov ta'minoti bilan bog'liq muammoga duch kelgan. Uning og'irini yengil qilish maqsadida kompaniya 50% lik kafillik yordamini taqdim etgan. Ya'ni tadbirkor majburiyatining yarmini o'z zimmasiga olgan. Hamkorlikda erishilgan natijani esa uning o'z so'zidan eshiting. 2017-yildan plan qildim va yurtboshimiz baxtimizga sog' bo'lsinlar. Bog'chaga 1% lik imtiyozli kredit bergan paytda bog'chani boshladik. O'shanda zalogimiz yetmay qoldi va mana shu fond kafilligi asosida bizga ishonch bildirib, nima qilganlaridan keyin bir emas 4 ta bog'cha qurdik. Ular bizga kafil bo'ldi. Kreditlar oldik. Bugungi kunda 8,5 milliard kredit olgan bo'lsam, hammasi o'z vaqtida to'lashga harakat qilyapmiz. 120 ta dan ziyod ishchi xodimlar yaratdik. 475 nafar bolajonlarni qamrab oldik. Bugun mana men ko'rib turganlaringizdek qishloqda mana shu sizlarni kafilliklaringiz asosida kreditlar olib, mana shu bolajonlarimizga shahardagi, aynan respublikadagi barcha imkoniyatlarni, sharoitlarni yaratdik. Darsxonalari, mana kompyuter deysizmi, mana doskalar двухсторонний qildik. Ular uchun mana geografический цветной globuslar qildik. Mana 40 talab kompyuter qildik. Xudo xohlasa bu yil niyatimiz bor. Hozir o'qituvchimiz kelish arafasida bolalarimizga IT programmasini ham o'sha maktabdanoq boshlab o'rgatishni oldimizga bu yil planlashtirdik. Barno Tuganovaning so'zlariga ko'ra, mehnatlarning samarasini allaqachon ko'ra boshlagan. Uning o'quvchilari respublika miqyosidagi tanlovlarda yutuqlarga erishmoqda. Jumladan 2024-yilda 3 nafar o'quvchisi ingliz tili bo'yicha faxrli 1-2 o'rinlarni qo'lga kiritgan. Mana men bugungi kunda juda ham bolalarim bilan faxrlanaman. Bog'chamdagi bolalarim ham, maktabimdagi bolajonlarim ham nafaqat respublikada, hatto jahon chempionatlariga chiqib, mana mental aritmetikadan Turkiyada bo'ldi, Istanbulda bo'ldi, Peterda bo'ldi. Xullas, yurt kezib gran prizlar yutib keldi. Albatta bu uchun prezidentimizga rahmat. Mana shunaqa imkoniyat, mana shunaqa sharoit bu bolajonlar uchun bo'ldi. Ular ham harakat qilyapti ishonchlarini oqlashga. Jamiyat rivojiga faol hissa qo'shganligi sababli Barno Tuganova sog'lom turmush medali hamda ilm-fan sohasidagi xizmatlari uchun ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Oddiy qishloq ayoli bo'lsam-da, xalq orasida mana shunday e'tiborga, nufuzga, bolajonlarimda yaxshi ta'lim tarbiya olayotganligi uchun ham shu narsalarga erishdim. Xalqqa doim xizmatdaman.